Hurmatli obunachilar, elitni domda biza ko'ryapsizlar. Podez qismimizdan akkuratligini kafilterilgan kammaga liftlar ham ishlab turibdi. Video davomida o'z to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Uxti gap bo'lishi mumkin emas uyimizga xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sihat salomatmisizlar? Bugun ro'zaning 6-kuni. Xo'p, xudo xolasa nasib bo'lsa, bugungi obzorimizda bitta zo'r uyda obzor qilishga kelganmiz. Manzil Buxoro shahar 5-mikrorayon Sardoba restoran deb kelasizlar. 8 qavatli novstroydan 3-qavatda 3 xonali umumiy maydoni 100 metr kvadratga iborat kvartirani sotuvga chiqyapti. Ana bu o'tirgan joyim perexojniy qismi. Perexojniy qismini o'zini ham hurmatli uy egalari adashmasam 4 xonali uy sifatida ishlataman degan. Ana bu joyda nasib bo'lsa bitta chiroyli televizordan ilib, ana bu uголоklarini joylashtirib olsalaring 4 xona uy sifatida foydalanish mumkin. Alohida bo'lgan Samsung qismi kuxnyamiz 1-2 va 3-xonamizdan tashkil topgan. Tepa qismiga e'tibor beradigan bo'lsalaring gipskarton yo'qligida chiroyli ishlovlar berilgan. Eshiklarimiz rossiyskiy MDF cho'p eshiklar qo'yilgan. Eshiklarga ham gap bo'lishi mumkin emas. Bu joyda hojatxona qismi to'liq kafil qilingan, yaxshi. Xo'p, firmalardan ishlatilgan ekan. Mana bu qismda vanniy xonamizda yaxshi smestitellar qo'yilgan. Menga yoqqan joyi kuxnya qismi bo'ldi. Kuxnyasi juda ham nejniygina ekan, klassik uslubdagi mebellar ishlatilgan. Hurmatli ayollarimiz uchun juda ham kerakli sharoit yaratilgan, yarq svetli ishlatilgan ekan. Oynalarimiz 2 qavat ekoplast romlar turibdi. U yerda issiqlik tizimi bilan radiatorlar yaratib beradi. Uyda asosiy issiqligini esa duv konturli kotel beradi. Xudo xolasa issiqlik tizimidan umuman problema bo'lmaydi. Godwin firmasiga taalluqli Vitishka G-Fest firmasidan настольный gaz plita. Stiralniy mashinaning joyi tashalgan, xaldeynik joy uchun joy bor, ko'ryapsizlar. Ana bu joyda kichkina to'ylarimiz uchun yotoqxona yaratilgan. Uylarimiz bo'ylari balandgina. To'liq hamma xonadonimiz Euro remont, ayoltay to'liq laminat qilingan. Ana bu joyda juda ham keng va katta bo'lgan zalimiz. Zalimizga ahamiyat beraylik. Razmeri ham kattagina, kam panorama oynalar qo'yilgan, 2 qavat ekoplast romlar bilan 2 radiatorlar joylashtirib qo'yilgan. Tepa qismida natijnoy va gipskarton yo'qligida chiroyli ishlovlar berib ketibdilar. Ana bu kattalar yotoqxonasi xudo xolasa. Kattalar yotoqxonasi ham juda ham keng va kattagina, 2 ta oynasi mavjud ekan, ikkalasi ham yo'l ustiga qarab turibdi. Shundoq qilib yo'l ustidan 1-liniyada joylashgan. Joyiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bittagina ko'rsatgan qolgan tashqi atmosferani bitta ko'ringlar, qanaqa joyda joylashgan domimiz ham. Eng asosiysi kadastr hujjatlari jo'ppa joyida. Siraz notarius bo'ladi. Aynan ko'rsatilgan xonadonimizda arzon uy-joy kanalida $67,000 baholanyapti bu. Faqat arzon uy-joy kanalida. Biz ham bilasizlar, reklama bo'limiz uy egalarini qo'ldan kelguncha savdolashib olamiz. Hurmatli Zarin opamni, uy egalarini shuncha narxga tushirdik. O'zi undan boshqa narsa so'ragan ekanlar. Endi Xudoning karomati bilan biz qo'ldan kelgancha harakat qildik va shu narxga keltirdik. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa kelinglar, savdolashib olishlaring mumkin. Ozgina zazorchasi bor. Faqat naqd pul evaziga xarid qilishlaring mumkin. E'tibor beringlar. Uzoqdagi hurmatli yurtdoshlarim, oltin boshlaring omon bo'lsin. Oilalaring bariga eson-omon kelib olishing nasib bo'lsin. Ko'rishguncha